Billahiminash-shaytonir-rojim. Bismillahir-rohmanir-rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Inshaalloh bugungi video darsligimizda Telegram botlari haqida dastlabki tushunchalar beramiz va Telegram botlari orqali boshqalar bilan qanday suhbat qilish haqida gaplashamiz inshaalloh. Xo'p, Telegram botlar bu Telegram ilovasi ichidagi dasturlar hisoblanadi. O'zimizni Telegram profilimizni yashirgan holatda boshqalar bilan suhbat qila olishimiz mumkin yoki qanaqadir avtomatik buyruqlar bera olishimiz mumkin bot orqali. Botning yana bir quvvatli taraflaridan biri, kim bilandir gaplashishingiz kerak, muhim bir suhbat qilishingiz kerak. Lekin siz u odamni tanimaysiz yoki u odamga ishonmaysiz, lichkangizni u odamga berishni xohlamaysiz. Shu paytda bir bot yasab, shu botni o'sha odamga jo'natib, o'sha odam bilan suhbat qilib, ishingizni bitirib bo'lganingizdan keyin xavfsiz tarzda botni o'chirib tashlaysiz. Suhbatingiz ham bitadi, sizning lichkangiz ham unga o'tib qolmaydi. Shunaqa masalalarga ham bu botlar juda ham asqotadi. Telegramdagi botlarni ushbu bot fazer orqali yasaymiz. Buni ham soxta shakllari bor. Shuning uchun galochkaga va havolaga e'tibor berib qo'yamiz. Ushbu galochkadagi va ushbu havoladagi botdan foydalanishimiz kerak. Oldingi darsda aytganimizdek, mana bu galochka bu botning haqiqiy ekanligini tasdiqlaydi. Xo'p, boshlashni ezamiz va pastdagi menyudan new bot tugmachasini bosamizda botimizga nom beramiz. Masalan, ko'makdosh. Endi bunga havola, username ya'ni silka yozamiz. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihat, havolani oxiri qanday bo'lishidan qat'iy nazar bot degan so'z bilan tugashi kerak. Masalan, ko'makdosh, sinov, pastki chiziqcha, bot. Xohlasangiz pastki chiziqchani yozmasangiz ham bo'ladi, u ixtiyoriy, men shunday xohladim. Bizda mana bunday xabar paydo bo'ladi, ya'ni bu botni yaratilganligini haqidagi xabar. Bu xabarimizning muhim joyi pastda turgan IP token. Bundan alohida hozir gaplashamiz. Bu IP token ta'bir joiz bo'lsa, profilimizda telefon raqami qanday vazifalarni bajarsa, botlarda mana shu IP token xuddi shu vazifalarga kiramiz. Botni kuchaytirmoqchimizmi, qaysidir boshqa botlarga ulab nimadir qilmoqchimizmi yoki bir unga lichkaroq kirib boshqalar bilan gaplashmoqchimizmi, ushbu IP tokenni ishlatamiz. Muhim bir bot yasamoqchi bo'lsa va bu bot uchun muhim bo'lgan bo'lsa, IP token saqlab qolishni tavsiya beramiz. Xo'p, bu botimiz hozir mana bu shaklda turibdi. Endi bunga rasm, description va bio shunga o'xshagan narsalar qo'shishni o'rganamiz. Pastki menyu orqali ko'makdoshni tanlaymiz va bizda mana bunday menyu paydo bo'ladi. Birinchisi IP token, bu yuqorida aytganimizdek botimizning kaliti. Mana shu 755 bilan boshlanib EG jumlasi bilan tugaydigan jumla. Bundagi har bir harf muhim. Shunda ko'rsatilgan katta harflarni katta harf bilan, kichkina harflarni kichkina harf bilan yozishimiz kerak. Katta harfni kichkina harf bilan yoki kichkina harfni katta harf bilan yozsak ham o'qimaydi. Ikkinchisi edit bot. Bunda bot edit name orqali botimizning nomini o'zgartiramiz. Edit about orqali bo'lsa bio qo'yamiz. Bio tushunamiz. Mana bu joyda turgan narsani bio deydi. O'zbekchasiga tarjimai hol. Masalan, biosiga yozamiz. Ko'makdosh sahifasining sinov boti. Yuboramiz. Qo'yildi. Endi yana qaytamiz o'sha edit botga. Description degani botga start bosgan vaqtda odamlarga ko'rinadigan ma'lumot. Masalan, bizning botdagi mana bu joyda birorta yozuv turishni xohlasangiz, ya'ni start bosmoqchi bo'lgan odamda ko'rinib turadi. Shu description orqali yozasiz. Masalan, assalomu alaykum. Botga xush kelibsiz. Joylandi. Yana edit botga qaytamiz. Description orqali bo'lsa, o'sha so'zni oldiga rasm qo'yish. Rasm pikseli 640-360 pikselda bo'lishi kerak yoki 320/80, 640-360 yoki 960-540 pikselda bo'lishi kerak. Mana bu xabarda ko'rsatilgan. Rasmlarni qanday qilib bu formatga, bu pikselni o'tkazamiz desangiz, bu haqida YouTube'da boshqa yerda videolar ko'p, ilovalar ko'p, qidirib topilsa bo'ladi inshaalloh. Tushunmaganlar, qila olmaganlar menga yozsa, inshaalloh men yordam beraman bu masalada. Hozir bunga kirib, bunga chuqurlashish kerak yo'q. Bu mavzumizdan chiqib ketib qolamiz. Men o'zim shunaqa formatdagi rasm bor menda, shuni jo'natamiz. Rasm yuborildi va saqlandi. Alhamdulillah. Xo'p, bu yerda tushunarli. Edit bot pick orqali esa botimiz gilamlisiga rasm qo'yamiz. Joylandi inshaalloh. Bu menyu tugadi. Edit bot menyusi tugadi. Endi bu yerdagi previous police'lar va edit komandalar bu muhim emas.
bizga hozircha kerak emas bular. Xo'p, bot settings ham bizga muhim emas hozircha. Biz oddiygina bir bot yasash, aloqa uchun bir bot yasash qilyapmiz hozir. Payment ham kerak emas. Bu payment orqali botingiz agar pulli qanaqadir bir tijoriy maqsadda ishlatmoqchi bo'lsangiz, kartalar shunga narsani ulab qo'yiladi bu yer orqali va shu botga kirgan odam illoki sizni kartangizga pul to'lash orqali to'lovini qilib keyin botdan foydalana oladi. Bu bizga kerak emas hozircha. Endi transfer ownership orqali bo'lsa bu muhim bizga. Ushbu bo'limda botni egalik huquqini boshqa bir insonga o'tkaziladi. Ushbu tugmachani bosamiz va biz botni egaligini o'tkazmoqchi bo'lgan insonimizni lichkasini yozamiz bu yerga. Masalan, aytsak, ko'makdosh degan bitta odam bor desa, ko'makdosh admin degan bir odam bo'lgan bo'lsa, shu odamga o'tib ketadi botni egalik huquqi. Xo'p, delete bot orqali bo'lsa, botimizni o'chirib yubora olamiz. Bundan tashqari botni o'ziga kirsak, mana botimizda joriy qilgan narsalarimiz o'xshadi. Mana bu tepadagi qalamcha orqali ham botni rasmini, glavnisini, boshqa narsani o'zgartirsak bo'ladi, hamma narsasini. Lekin mana bu havolasini o'zgartira olmaymiz. Shuning uchun ham botga havola yozayotgan paytda o'ylanib yozishimiz kerak, bu o'zgarmagan narsa. Qolgan hammasini o'zgartirsa bo'ladi. Xo'p, endi bu bot orqali boshqalar bilan qanday gaplasha olamiz? Adminmiz, obunachilarimiz bilanmi yoki bir har qanday inson bilanmi qanday qilib gaplashamiz? Buning uchun mana bu IP tokenini nusxalab olamiz birinchi navbatda. Buni bir necha usullari bor bunday qilib gaplashishni. Birinchisi oddiy bir lichka holiga keltiramiz bu botni. Botni oddiy lichka holiga keltirishlik bu rasmiy Telegram ilovasida mavjud emas. Bu men bilganim Telegraph ilovasida mavjud. Mana bu ilovaga kiramiz va mana bu joyga bot tokenimizni qo'yamiz va keyingi tugmachani bosamiz. Qarabsizki, bizda lichka paydo bo'ldi. Yap-yangi profil. Bu profil boshqa oddiy profillardan farqi nima deydigan bo'lsangiz, bu profilda kanallarga a'zo bo'la olmaysiz. Har xil guruhlarga a'zo bo'la olmaysiz. Qidiruvga berib xohlagan insoningiz bilan topib gaplashib keta olmaysiz. Illoki sizga start bosib, sizga aloqaga chiqqan insonlar bilangina gaplasha olasiz. Xo'p, sinab ko'ramiz. Boshqa bir profilimizdan start bosib yozamiz. Assalomu alaykum. Mana bizga xabar yetib keldi. Bemalol unga javob berib gaplashsak bo'ladi. Xo'p, keyingi usul qidiruvga such deb yozamiz va bizga mana bunday bot chiqib keladi. Start bosamiz. Create bot tugmasini bosamiz. Support bot qilamiz va yes deymiz va biz mana bu yerga yuqoridagi tokenimizni kiritamiz va start tugmasini bosamiz. Ozroq kutamiz. Alhamdulillah bizga botni berdi. Havola bo'ladi. Kiramiz va startni bosamiz. Bizda tayyor. Endi boshqa bir profilimiz orqali buni yozib ko'ramiz. Hop, start bosamiz va savolimizni yozamiz. Assalomu alaykum. Va bizda mana bunday shaklda paydo bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, profilimizning nomi va ID'miz chiqib turibdi. Profilimiz ko'rinmaydi. Agar profilni ko'rmoqchi bo'lsangiz, pastdagi open chat tugmasini bosib javob berishda bo'lsa, shunchaki to'g'ridan to'g'ri javob bermaymiz. Unday bo'lsa, javobimiz unga bormaydi. Javob berish uchun mana bunday qilib unga uzatish qilamiz va keyin yozamiz. Mana shu shaklda qilamiz. Buni qulaylik tarafi qarshi tarafning profili sizga to'g'ridan to'g'ri ko'rinmaydi. Aytganimdek, faqatgina open chat bosish orqali ko'rinadi va bu tezroq ishlaydi. Endi bilmadim hammada bo'ladimi yoki faqat menda shunday bo'lganmi? Birinchi usulda ko'rsatganimizdek lichkali qilib ochsangiz yaxshi, oson, lekin u qandaydir sekin ishlaydi. Agar obunachingiz, auditoriyasi katta bo'lgan bo'lsa, ko'pchilik xabar yozadigan bo'lsa, ba'zi xabarlar kelmay qolishi mumkin. Masalan, menda internet va hamma yo'g'im zo'r bo'lsa ham yangilanmoqda deb turaverardi va odamlarning xabarlari menga kelmasdi. Bilmadim kimda qanaqa bo'lar ekan. Uchinchi usul esa hammamiz bilganimizdek mana bunday anonim mesej qilib bir martalik xabar yuborish. Bunda u sizga bir marta xabar yubora oladi va siz ham unga bir marta xabar yubora olasiz. Inshaalloh. Boshlashni bosamiz va bizga mana bunday
havola beradi silka. Shu silkani nusxalab kanalimizga, guruhimizga yoki shu gaplashishimiz kerak bo'lgan insonga yuborib qo'yamiz. Va yozmoqchi bo'lgan inson mana bu havola ustiga bosadi, startni bosadi va sizga xabar yuboradi. Assalomu alaykum. Bo'ldi, xabaringiz yuborilyapti. Bizga mana bunday xabar yetib keldi va unga javob beramiz. Uni profilini yoki boshqa narsalarni ko'ra olmaymiz. Bu juda ham yaxshi. Hattoki yuqoridagiganga o'xshab username yoki bir profil nomi ham ko'rinib turmaydi. Va bugun aytmoqchi bo'lgan narsamiz shu 3 uslub haqida edi inshaalloh. Alloh nasib qilsa buguncha shu. Keyingi darsligimizda ma'lumotlar jamlashning 4 xil shakli haqida gaplashamiz. Alloh nasib qilsa. Alloh taolo hammamizga foydali ilm bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.